Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan Instagramda onlaynligimizni berkitishni o'rganamiz. Birinchi navbatda biz mana bu yoqqa kiramiz. O'zimizning profilimizga va profilimizga kirgan joyda 3 ta tayoqcha bor, o'shani bosamiz. Bosganimizda mana bu yerda account mana messages and story replace degan joy chiqdi. Mana shu joyiga kiramiz. Kirganimizda mana who can see your online? Sening onlineligingni kimlar ko'rishi mumkin? Qaranglar mana. Shu activity status, ya'ni o'sha onlinelikni ko'rsatish degan tugma turibdi. Meniki hozir yashirilgan, ya'ni men o'chirib qo'yganman, onlineligimni ko'rsatmaganman men. Agar sizlar ham shunday qilmoqchi bo'lsangiz, mana shuni bossalang ko'rsatiladi. Shuni bossalang o'chiriladi.